O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 14-yalpi majlisida yangi tahrirdagi avtomobillar to'g'risidagi qabul qilingan qonunining 40-moddasiga muvofiq katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarining avtomobil yo'llarida harakatlanishi uchun maxsus ruxsatnoma vakolatli organ Avtomobil yo'llari qo'mitasi yoki uning tizim tashkilotlari tomonidan beriladi. Katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarining yuk bilan yoki yuksiz harakatlanishi uchun maxsus ruxsatnomada harakat yo'nalishi belgilangan bo'lib, tegishli to'lov amalga oshirilgandan so'ng ruxsatnoma taqdim etiladi. Agarda harakat yo'nalishi pullik avtomobil yo'li orqali o'tgan bo'lsa, harakat yo'nalishini davom etish uchun tegishli yo'l operatori bilan kelishishi shart. Qonunchilikka muvofiq maxsus ruxsatnoma faqat bo'linmaydigan yuklar uchun beriladi. Shu o'rinda muhim jihat shundaki, bo'linmaydigan yuklar, qum, shag'al va boshqa shu turdagi yuklar uchun ruxsatnoma berilmaydi. Katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarining avtomobil yo'llarida harakatlanishi qonun qoidalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-fevraldagi 86-son qaroriga muvofiq maxsus ruxsatnoma oluvchi talabgorlar ariza va unga ilova qilinadigan hujjatlarni litsenziya axborot tizimi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron ariza berish orqali qo'lga kiritadilar.